Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun biz Otabek akamizning qo'ralariga keldik. Bu qo'ylarning narxi juda ham yengil, arzon narxda. Hop, hafta kuniga bugun seshanba 6-may 2025. Hop, biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Otabek akamizning xonadonlariga keldik. Mana bu Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshi ko'rdingizmi Abdulamat aka? bo'ladi. Abdulamat aka, bugun qo'ylar arzon chiqaraman. Qo'chqar sovliq. Va Baro. Naqd eshitib bari obunachilar, rostmikin yolg'onmikin deydi. Ishonavering. va Ha, qo'ylarni ko'rsating. Mo qarang qo'chqarlik qilyapti jonivor. hop, narxlariga kelsang, narxlari qanchadan endi? Narxlari 2 dan o'tib beraman Abdulabat aka. Abdulamat aka. Narxlari 2 dan o'tib beradi. 2 dan kami bor. Dastlabki toshgan bo'ylab. Yengil bo'ldi mana bu holisi. Bular junnapi 2,5 ham chiqaryapti Abdulamat aka. Ammo gapingiz ham to'g'ri. Shunaqalar sotib. Junnapi esa katta qo'y qo'shib bo'ladi. Soni biz hozir ozgina bo'lib chiqaryapmiz. Soni cheklanmagan. Cheklanmagan u bor hali qo'ra to'la. Gacha bor. Ko'p qo'ydi soni. Olaman deganlarga ko'p bo'lib chiqaramiz. Beda 12 dona. Bayda 12 dona. 12 dona. 7 ta sovliq, 5 ta qo'chqor. Shalpan qulog'idan ham bor. Xo'p, bo'ylariga kelsak, bo'ylari nechi buni? Bo'ylari kattasi 60, Kattasi 60. pasti 58. Pasti 58. Hurmatli obunachilar, like bosib, komment yozinglar. Ammo Like Mo bosib, qulog'ini qarang. Xudo xohlasa Mo qulog'ini ko'rsating Abdulamat aka. kanallarimiz yanada rivojlanib, bundan ham narxlari arzon qo'ylarimizni chiqaramiz inshaalloh. Kommentiga otangga rahmat deb ketsinlar, bomba bo'ladi. Ana. Hop, Bulalbek. Bulalbek yordilar.